Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tomonidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Bilqut shirkatida ovozga elinib, Bilqut to'rida anglatildi. O'ng tarafdan qattiq bo'ron urishga boshladi. Odamlar tik tura olmadi. O'mlab minish boshlandi. Muxtarbay odam qudratining ulug' ekanligini shu qitim ko'rdi. Odamlar ko'zlarini ochqili bo'lmaydigan shivirganda tamtilab mudirishib ilgirilishadi. Birli qadam xato bosqanlari tikonga g'olashdi. At eshaklarmi bundaq chaqda aql topa oladi ekan. Yo'l boshlig'ichining har bir izi ularning hayot yo'li. Hammajon hayotlik uchun to'g'ri qadam bosish kerak. Bu buyruqni hayvonlarimiz tushunib ijro qilishdi. Qari soqol boshliq qarigirni Muxtarbayga topshirib, "Chanto, atni sana tushkun, bo'lmasa kallam yo'q bo'ladi", dedi. "Sen deymisan shu?" dedi Muxtarbay ko'z yoshlarini ju bilan surtganicha otning cho'lvirini beliga ching bog'lab. "Mang joniverim, izimni besib mang." O'miligichilar muzdavandan eshib 42 palliga borib pastga yuzlandi. Endi yonpash bilan siyrilib tushish boshlangan edi. Yo'l boshlig'ichi oxir doim nazarchira qilinadigan ishboliq degan nom bilan to'nilgan tuzrak yerga tushib bir do'ngga chiqdi-da ikki qo'lqini tutib azon to'ladi. Maydonga ikki muhofizachi bilan qarsaqal boshliq ularga agishibla qargirni yetilab Muxtarbay tushdi. Qolgan odamlardan tek xabar yo'q edi. "Yaraysan Chanto", dedi qarsaqal jo'si bilan tüpsi muzga aylangan Muxtarbayni barmog'i bilan ko'rsatib. "Dadang muz, opang qar. Qara ot oqat bo'ldi, Majunginning eti o'xshidi", dedi u oppoq qarg'a milangan, ammo quloqlarini shing taytib, huchidigan, tipirlab turgan qargirni zo'q bilan silab. "Sen Chanto, endi mush otni baqsan, bo'lamdi?" "Bo'ladi, Dotay. Dotay emas, Masiling degan. Ma'qul, Masiling." Muxtarbay Masilingning ot boqqari bo'lib qoldi. Kechqurun Masilingning odam uloqlari davondan tushib bo'ldi. Nefis qar yoqqan bo'rondan xoli sayda bir necha yuz odam ot uloq paydo bo'ldi. Tungan askarlaridan 76sining jasadi muz hanglari ichida qoldi. Ot ulog'idan 112si ustidagi yuklar bilan izdiraksiz yo'qolgan. Ular kallarni so'yib, o'tin terib, o'tqalab nazar qilishga kirishdi. Muxtarbay yulg'un shivoqlarini terib, akilib olib, qargirni baqdi. Yayla qo'riqlaridagi muz qarlarni tozaladi. Uningdan chin qalbidan apu so'rab, xulqiga pichirladi. "Ben vaşıqayım san zulüm bo'ldi. Qashqolikning kelin deb shag'liqdamda tushmagan bo'lsam, mush bala yo'q edi. Isit joniverim, meni kechirgin ha." Shu kechasi tunganlar baynahisini bo'ladi. Malvaran, yemak-ichmak, oltin kumush, hatto bir necha chiroyli xotinni akilishdi. Tungan askarlar to'limi ko'ranglab, to'limi qiliqsizlashdi. Atsi baydan chiqib yerim yo'lda bir to'p yot askarlar bilan to'qinishdi. Ularni tungan, lekin xiysiliklar ekan. G'o'ji tunganlari xongdonliqlar edi. Ular nima talashidi ekan tan? Kechsi etishdi. Qarsaqal boshliq bilan bir necha tungan boshliq o'q tegib o'ldi. Bir necha yuz tungan xiysiliklarga al bo'ldi. Muxtarbay endi Maxosan askarlarining otboqari bo'lib qoldi. Ular Aqsuda Gasoling kelgichi turishdi. Atsi Gasoling burta amdili xat tartgan harbiycha sarg'ush kiyim kiygan, beliga tasma pota bog'lagan tapancha asqan, qangsharliq, qora qosh, qora ko'z, oq yuzlik chiroyli yigit necha ming askarga inchga to'limi soz ovozda bir nimalarni so'zladi. Bilqut xazinasi. Matachining deyishicha, u biz Shinsayni yo'qotishga ozliq qolgan. Ürümchining to'piliklarini egallab, rasa hujum qilib, 20 ming askar bilan Shinsayni g'o'latayli deganda, o'ruslar zambirak, minomyot tanklari bilan hujum qilib bizni ufbiratdi. Shinsayning qizil o'ngichiga taqalgan pichqimizni qo'limizdan tortib oldi degidek. Muxtarbay tushunmay matachidan, "O'ruslar nimish tungan bo'lishmay, Xanzuloq bo'lishudi",
deb so'radi Matachi. Seriq soqol, mangzi qizil odam Nemişqi bulatdi? O'rismi, xanzumi, kafir emasmi? deb javob berdi. Tungan askarlari Aqsudan Qashqarga borguncha Qaqas tog'larni yaqilab, yo'l-yo'lga bo'linib, cho'llarda qo'nib uchirganli yerda odamlarni bo'ladi. Muxtarbay etini minib qaytishning zodili yo'lini qila olmadi. Nadirli qilsa, uning miltiq tanglagilik edi. U cho'llarda piyoda mangdi. Oyoqlari titilib, yalang oyoq qoldi. Qashqarga borguncha ocharchilik, usuzlik va yerish charchashning dardini horg'uchi tortdi. Necha qitim tayoq yedi, til angladi. Hayotida ko'rmagan xo'rliq, kamsitishlarni ko'rdi. Ular Qashqar shahriga kim bilandir so'qishib kirishdi. Kimlardir To'mir Sijangning kallasi deb bir odamning beshini xo'rjonga selib, Maxosanning oldiga qo'yishdi. Qanchilgan Uyg'urlarni chapdi, otdi, tirik ko'mdi. Muxtarbay o'ylabni baxmagan vahshiyliklarni ko'rdi. Ular Qashqardan hiliqi Gasfiling deganni yo'lga soldi. U 20 otliq odam bilan nurg'un oltin ko'mishni elib, To'qqizoq degan bir yerdan qibdiga taqqa qarab yurib ketdi. Maxosanning necha ming kishilik askari Qashqardan chiqib, Yakan, Yengisar, Poskam, Qog'iliq degan yerlarni bulab, odamlarni o'ltirib, tirik ko'mib, oxiri Goma degan kichkina shaharga kelib o'rinlashdi. Muxtarbay bu uzun cho'llarda qancha oy, qancha yil safar qilganini bilmaydi. U boshqa bir odamga, badanida bir talmi go'sht yo'q, bir necha kunda oralli bir qatim yuzini yuydigan, putlari qadoq, badallari pit sirki bilan to'lgan, kiyimlari jul-jul bir odamga aylandi. U qarigirning o'ruq, dumbis yig'ir, yayli shalang, quyruq qing'ir, tuyoqlari ufburgan, munkigak bir qirchang'o aylanganini o'z ko'zi bilan ko'rib turdi. U etiningmi, o'ziningmi mush cho'llarda o'lib ketadiganligiga ishondi. Bu o'lim kunining keyinroq kelishi uchun bor kuchi bilan tirishdi. U o'limning bakmi oson va tez bo'lishini ko'zi bilan ko'rdi. Odam bo'yi qo'langan o'g'rilarga, putquli bog'langan, og'iz tengilgan odamlar tirik betib tashlandi. O'g'rilar to'pi bilan tindirildi. Qatar-qatar Uyg'ur yoshlari inson oyog'i bosmagan cho'llarda ashundoq alak bo'ldi. Ularning o'g'risini ko'lashga, ularni ko'mishga boshqalar bilan Muxtarbaymi kuch chiqardi. Uning shunday qilmay nima iloji? Ko'milsa o'zi ko'miladi. U ko'milsa qarigirni kim boqadi? Goma shahrida qancha vaqt turganini u bilmaydi. Bir kuni Maxosan qora burut, egiz qo'mondan "Men Kashmirga, ondan keyin Hindistonga ketaman. Men bilan 20 odam billi mangdi. Qolganlar hozirdan boshlab o'z jiniga o'ziga" dedi. Maxosan bo'lib talangan bayliqni yaramliq ot tugilarga ortib yo'lga chiqdi. Uning qarshi yetmayla to'pichang to'zitib askar besilgan mashinalar kelishga boshladi. Mashinalar shunchalik jiqki, Muxtarbay umrida bundoq jiq konka ko'rgan emas. U qarigirni elib, yangoqliq boqqa mo'kishga oralni o'ldirdi. Etishish boshlandi. Tunganlarning o'lgini o'ldi, qochqini qochdi. Tutilganlari o'rislarning jazosiga uchradi. Tungan askar boshliqlaridan 40 odamning qo'li bog'liq. Puti tushaklik holdan shahar sirtida qumliq keltirildi. Ularning bo'yinlarini belakdan sal inchga bir tal sim bilan bir chigish qilib bog'lab qo'rishdi-da, simning ikki beshini ikki mashinaga bog'lab ikki yoqqa tortdi. Muxtarbay chashrab chiqqan ko'zlar, sangilgan tilla, hatto pishqan qo'g'indek uzilgan tungan boshlarini ko'rdi. Odamlar nimishqa bir-birini o'ltirishdi. Ular nima talashadi? Bularni Muxtarbay tushunmaydi. Mana shu chaqda Muxtarbayga qaytish fursati bo'ldi. U bir tungan bilan Gomining bir yesiga chiqib oldi. Ular 3 atni shu yerda yarim yil midirlatmay baxtida bahar pasida o'z yurtiga qarab yo'lga chiqdi. Muxtarbay izdiraksiz yo'qolib 4 yil o'tgandan keyin kashkuzda hamma yerni g'azon qaplaganda tuyuqsizlar qarigirni o'ynatib mahallasida paydo bo'ldi. Mana endi qarigir zaratgarlikdan o'tlab yurmoqda. Muxtarbay Rayhonning qabrisini quchoqlab, baxudak uxlamoqda.
u bundaq to'piga melinib, rohatlanib uxlashni ashu uzun jafoliq safarda o'rgangan. U hozir yana erka boy, lekin u jabri jafo sarguzashtlarga boy. Anglayotganinglar Beliqut to'ridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. İli daryosi ajabkan, ajab go'zal deb o'ylaydim. Endi uning tarayotganligini, bulg'unayotganligini bildim. Bizning yerimizda ba'zida o'z egallariga o'rin tepilmaydi. Ona tuproqimizga har kuni necha yuzlagan, minglagan odamning qini to'kiladi. Acaba Shanxay ko'chalarida lukchaklik qilib yurganlardan Jiang Jishi Junguni so'rganni oz deb, Shinsay kelib Xinjiangga do'ban bo'lib oldi. Ma Jungying, Jiang Peiyuan, Liu Winlong deganlar bizning yerimizga kelib xo'jayinlik talashdi. 3 milliondan jiq Uyg'ur va boshqa millatlarmi bor joyda yurt so'raydiganlar badu deb o'ylabmi qo'ymadi. Ey Uyg'ur, sen bir tinch o'tloqda o'tlayotgan qo'y. Sirtdan bo'ri kelsimi, eyiq kelsimi, kelganligi maxluqni o'zingga o'xshash qo'y deb o'ylaysan. Uni yaylaqda o'tlasin, yaylasin deysan. Uning qasdi o't cho'pda emas, senda. U seni ozuq qilmoqchi, o'tliqingni yo'qotmoqchi, sen buni bilmaysan. Bechora Xo'janiyaz hoji bo'ri bilan eyiqning oldimiga tushdi. Vahshiy hayvonni qo'y deb o'ylab, ularning uvisiga kirdi. Biz hozir uni xoin deb tillayotamiz. Qo'shoqlarga qattiq dehi. Bizdan chiqqan Nezarxon xo'ja chig'ida elining doti bo'lib oldi. Xo'janiyazni xoin desa, xoin deb tillaydigan bo'lib oldi. Turdaxunbaydan dotaylikni uningga elib berib, Turdaxunbay Sirajiddin baylarni xoin qilib turmaga solganiga bu xo'jam shuncha xushal bo'lamdigandi, ha? Olti buyuk siyosat degini qog'ozda eg'izil aytiladigan gapkan. Bo'lmasa olti buyuk siyosatning biri millatlar barobar bo'lish emasmidi? Qani u barobarlik? Huquq egallari tamoman xanzu. Ularni boqadiganlar biz xalq. Turmalarda o'layotgan, hamma joyda tutilayotganlarmi biz xalq. Hamma gunoh taranchida, yer terigan bug'doychida. Boshqa kelgan bu dardlarga amanchida, amanchida. Bu she'rni kim yozibdi, ha? Nasuha Damullami. U kishini zig'ir paqilib tizilib o'qiydiganlarni o'rindiq ustalda o'ltirib o'qiydigan qilib qo'yganiga sen jadid deb darar bilan urib mangolmas qilib etishdi bizning chalamollalarimiz. Bechara Damullam oxiri g'o'jin tashlab chet elga yomonlab ketdi. Bizning odamlarimiz qachongacha yo'l izlaydi ekan tang? Shingdobanga taynib baxt tepish yo'li. Sabit Damullaning yo'lini tutib islom jumhuriyati qurish yo'li. Sovet ittifoqiga taynib boylarni yo'qotib, kambag'allar davlati sotsializm qurish yo'li. Gomindani ag'dirib, Shinsayni yo'qotib, Yan'andagi Mao Zedongning askarlarini boshlab kelib, kambag'allarga hokimiyatni tutqizish yo'li. Nezarxon xo'jamning og'zidan Shingdoban tushmaydi. Mollamlar Sabit Damullani maqtaydi. Xo'janiyaz hojini tillaydi. Mahmud Sijang degan kishining orzusini qiladi. Men-chi hozirgacha nemish o'zimdan sening tashabbusing nima deb so'rab baxmadim, ha? Shuncha kitoblarni o'qidim. Shuncha talash tartish mulohizlarni angladim. Shuncha o'yladim, shuncha nafratlandim. Irodam kuchli. O'lishga qasamyod qildim. Hammani tilladim, hammadan nafratlandim, hammani yoqtirmadim, hammadan voz kechdim. Men nima qilmoqchi? Nimishqa bu savolga javob tayyorlamadim, ha? Nimishqa opamning o'limi, dadamning nohaq so'linishi, fikrlarimning xo'rilinishi bilan bo'lib qolaman, ha? Dadam shengan yomulda yog'a salasonning ichida naqsha etib o'ltiribdi. Cho'ng inim Muxtarbayning qo'ychisi, ikki kichik inim kichik dadamning uyida, singlim momamning yinida. Men bo'lsam bir sargardan, beshim qaygan, putim taygan yerda yuraman. Husanbayning zavodida ishlabmi baxtim. Bu yil qishliq ta'tilda Pelchixonga tushib bir oy madikor bo'lib, ko'mir uvoqlar ustida dum yetib, dum qo'pib ishlab, xeyri pul tepib oldim. Fikrlarimni xush qiladigan bo'ldim. Vayronchilik. Dadam so'lanmagan bo'lsa-mu, bu kunlarni menga ko'rsatmas edi.
tuqqanlar yerni soat deyishidi. Yer dadamni. Dadamning boyligi bilan yaxshi kun ko'rsam, mening qasamlarim, va'dalarim bekor bo'lmamdi. Men eg'ir amgakka pishdim. Qo'llarim qadaqlashdi. Tapanlarım eyiqning tapınadek bo'ldi. Taş ustida uxlay olayman. 3 kun bir nima yemasam ko'zlarim turlashmaydi. Eng muhimi tatar qizini burunqidek seg'inmaydigan bo'ldim. Bichar qiz hozir Toshkentga o'qishga ketdimikin yoki texnik gimnaziyada o'qiyotamdikin? Uning qaysar onasi qizining baxti uchun o'zini qurbon qilib nimaga erisharkin? Nuri taraqlab ketib bargan ishga ot qo'shilgan ko'tak harvida o'ltirib, bosh oxir yo'q xiyollar bilan birda o'zidan taqarinib, birdan o'zini tillab, seg'inish, azob va hasrat, umid bilan to'lg'inib necha soatni o'tkazdi. Hamma yerni oppoq qor qoplagan, harva chaqidan chiqadigan g'ach-g'ach bargan siri kuchaymoqda. Quyosh tuman ichi to'nglab qolgandek, Ili daryosi yaqinlaridagi qo'yiq o'rmonlar qaytib qolgandek, nerdagi buyuk tog' qarag'aylarni quchoqlab uxlab qolgandek, go'yo dunyoda ishga ot qo'shilgan dehqon harvasini temir tortilgan ishki chaqa bilan qarliq, katanliq yo'lni g'ijirlatib ketib borgandek, Nuriga bu qish manzarasi zerikishlik va tanholik yig'ib turgan ko'ngilsizlik bilan to'lgandek tuyuldi. Uning hammani Munu qishnimi, qarnimi, avu muz ostida yotgan daryonimi, yomon yer deb ataladigan bu keng sayning tishyorliqlariga o'z elishgan qog'i qo'zg'ullanimi, chig'i tuvidan o'rikib chiqqan to'shqon va qor ustida iz qoldirib, o'zi g'oyib bo'lgan yov to'ng'izlarni tillig'isi keldi. Muzdidingmi, Nuri? Dedi harvaning doğğusiga jayniki bilan taynib, oq piymi kiygan oyoqlarini sho'tidan sangiltib olgan, yumlari qo'pol, chala aylangan, qirqilmagan qo'y terisidan jo'y shalvur, beshiga tashlanmagan teri quloqchi kiyib, o'zini qishning g'olib odami hisoblab olgan xushxuy dehqon o'nliq qilib. Av taqarda hadan kelib olgan maxmal chaponba, kiyval bo'lmasa. Yo'q, muzlimidim. Dedi quloqlari etishiyotgan, puti kuyishib, qattiq muzlayotgan bo'lsa-mu, bilindirmay putlarini harov pallariga tinimsiz holda urib ketayotgan Nuri chandirmasqa selib. Kechiga qolamizmi nima? Texiz vaqtamga kelmadi. Gurkiratmi yo'lning o'ttirisi, so'g'oqning kuchini tuzda ko'rsan, texi. To'li nochilik qilma deyman. Putingni ov qiltaqar bilan o'rib ol. Soğuq küçüyüvatıdı. Qara, atlarının yayılını qırov basqılı turdu. Çaxma qaltısı çırlavatıdı. Muzlamayman. Dedi Nuri xuddi o'ziga o'zi jang e'lon qilganda qattiq ovozda so'zlab. So'rov qattiq so'g'oqladimi beshiga bir chelak suv quyatgan degina? Kim u? Solonov degina. Junub yurmaydi ekanda bizdek. Junub degining nimaga oidka? Bilmemsin ha? Bilmeyle koy. İşeknin kuyruğunu kötürüp mü bakmapsan da? Nuri jimib qoldi. U harvikashni ichida tilladi. Yeyishni, uxlashni, oshni biladigan bu xalq degan nima? Uning dardi nima? Talabi nima? Millat degan nima? Uning holi qandoq deganlarni o'ylabmi qo'ymaydi. 3-4 milyon Uyg'urning 99,99'i mana shundaq. Shuning uchun bu xalqni boshqa millatlar boshqaradi. Ular boshqalar uchun ishlaydi. Shunday banda harbiy bilimi va kallasi ishlaydigan odamdan bizda birisi bo'lsa-mu kashki. Lenin, Stalin, Maksim Gorkiylag'u 100 yildan chiqmaydi. Hech bo'lmasa Chapayevda qo'rqmas botirdan 5-6 bo'lsa-mu G'eni o'g'irni haqlar maqtaydi. Sodir palvondan qilishmaydi deyishidi. Uni chalib ko'rib qoldim. Dön Chopin degan yerga G'eni o'g'ir kapto deganni anglab, gimnaziyadan to'pidongda yugurishib kelganimizni qaramamdigan. Savut, olim, Akbar, aziz bashimiz o'g'irni ko'rgili yugurishib kelsak, Dön Chopinning janguidisi bizni kirgizmadi. Chiqisha shumtaklar, urudu, chapudu, o'ltirdu deydi texek. Biz qo'rqib qoladigandek.
o'g'irni ko'rdik. Nimindaq og'iz yaman. Hey ballar dis bo'lmamdi. Hey jalab xotinning balalari deb qichqardi bizni qorong buningda aroq ichib etib. Qomatlik, cho'qir, oqsiriq bir odam ekan. Malximo odam qo'rqqidek surlik. Etichu texi talog'i chiqib otqa minib, patqoq chashirtib, to'xo bozorda ot yugurtgunichu. U so'g'uq chidayolmadi. Putlari o'zining emasla, quliqi vijildab ko'ymoqda. Tizlarimi ko'yishib, tili qaytib qolgandek gapga kelmaydi. To'xta gaytka, men birdan tushib yuguray. Demedim-mi, tuzda onangni ko'rsan deb. Ha, rasmikan. Yo'q. Tek onamni ko'rmadim. Sendan boshqa hech kimni ko'rmadim. Otlaringni qamchila. Men otlaring bilan chepshiman. Harvikash tüp-tüz igiz tuzlarda otlarini qamchilab mangdi. Otlar o'kirang tashladi. Nuri bar kuch bilan yugurdi. Beshiga so'kni shapgan, uchisiga ko'ni o'ri yoqliq terik chapan, putiga ko'ni ta'tur boshliq bajingir kiygan, kundan kuniga badan to'lib yetilib berayotgan 16 yoshdan 4 oy oshgan o'quvchi yigit dehqon otlari bilan tang yugurib, uzun tuzni tugatdi. Dehqon oxir bala qayil bo'lib zo'q bilan nazar tashladi. Dadangdan eshib tushdikansan, Nuri. Dadang ziyak mahalning buqsi edi, lekin yaylarni vaqti güzelmagan edi. Muhtarbaymo chichati yutarmikin desak, ozmon bo'lib qoldi. Dedi u, harvig'i sakrab chiqib olgan yigitga qo'pol dehqon tilida so'zlab. Sanjusan deganmi bizdek rap-raplar bo'za qiladi. G'ani o'g'irni sanjusanda ko'nglakchan yugurgidak deydi. Jeli temir o'xshamamdi, ha? Shundaqda bo'lmasa turmaning temiri tirnoq bilan teshib qocha olaydim-ku, ha? Nuri qaqoqlab kuldi. Tirnoq bilan tam tashkil bo'ladimi? Bu bir mubolag'a. Bu nima deganing o'y, Nuri? Ko'p turma gap. Mundaqda qo'yni puylaganda puylab yo'g'natgan gap degin, ha? Ha. Naqsh aytmamsan Gayitka. Esam aytdim-a. Mana tumshuq baytoqayg'imo kap qoldi. Bu mahalning chiroyli qizlari hayron qolsin. Bir aytay toza. O'ymin baytoqay sozi, o'rdakdan to'li g'ozi. Baytoqayda yarim ba, o'ltirdi uning nozi. Uning ovozi yuqori jarangliq edi. Mahalning ishtlari o'gizlardagi bedi samonlar orasida qarov besib yotgan yerlardan cho'chib, silkinib, ansiz qavashdi. Odamlar ho'ylanlardan chiqishib, og'zini buzib tillashdi. Gayet xirildab kuldi. Qandoq? Yig'irg'i tagdimmi? Yaraysan, dedi Nuri kulib. Hökumatning yig'irg'i tegadigan bir botir chiqsidi, hökumatning ishlar havshib, odamlar tillasa, jallarım yayrab ketadi-da. Nima deganing bu oy Nuri? Hökumat degan bir g'oljir et, xalq degan tantalab mangdigan bovoq. Hökumatga kimning chami yetidi ofka? Xalq degan daryo, bilamsan? 3-4 million xalq degan cho'ng daryo. Shandobanning 10-20 ming askari bor. Shinjongda 200 necha ming Xanzudimmi oran 10dan biri Shandobanni qo'llaydi. Xalq degan daryo, hukumat deganing axlat. Daryo axlatni eqitib ketadi. Biroq daryo to'nglab qolgan. Xalq qo'yg'unidi, to'ng eriydi. Zulm tig'i so'ngakka yetdi. Necha yuz ming begunoh odam o'ldirildi. Shandoban Jang Kayshinning necha ming odamini o'ldirib bo'ldi. U amdi Zuriyeverib Sovet ittifoqiga qarshi chiqyapti. Uning Sovet kompartiyasiga a'zo bo'lganimi, Sovet ittifoqi bilan do'st bo'lg'imiz deganimi yolg'on. U bizni emas, butun junguni so'ramoqchi. Nimalarni da'vatsan o'y Nuri? Nadimi topgansan odam bilmaydigan bundoq jiq gaplarni, ha? Rasulov degan bir ustozim bor. U Sovetdan qaytib kelgan, maxsus Shinjongni tadqiq qiladi. Bu nima deganing? O'nkay odam tushunmaydigan gaplarni qildi ekansan, ha? Harva g'ijildab mahaliga kirdi. Nuri fikrlariga elib olgan bozorliq bo'plangan xaltasini ko'tarib, Harvadan sakrab tushdi-da, o'zining qo'rosiga yugurdi. Hech kim yo'q, dedi Harvakash Harvasdan tushib. Yo'q,
Bizninkida xod. Kav yeysan deyman, şeker kava. Fikirlerim badu öyde, dedi Nuri g'amkin ovoz bilan. Kichkina turib malay bo'lib qolganda demamsan, bichara fikirlerim. Uning o'pkisi o'rildi. Mehribon onasini endi mangu ko'rolmaydi. Uning onalik muhabbat chaqnab turadigan yaqinlik ovozini anglay olmaydi. Balalari bilan cheksiz faxrlanadigan, har qancha ish bo'lsin kulib turadigan dadasi uchun. U begunoh bog'landi. Tayoq edi, turmada yotmoqda. Nuri G'ulji shahrining o'ttirsidagi shangan yomulga kirib dadasini ko'rdi. Ziyovuddin qarag'ay chanzlardan qilingan salosun ichida turib o'g'lini yengil shu kulkisi bilan kutib oldi. Dada, dedi Nuri buquldab yig'lab. Gunohsiz qamaldim. Nimishqa adolat yo'q bu jahonda. Mayli emasmi? Yig'lama. O'g'il bolami yig'lamdi. Fikrlaringni yig'lamasin. Kim yig'lasa shu dadangning bolasi emas. Dara bilan dara yig'lamaydi. Kichik ufqang bak nozik. Umu aqllari bilan qo'y beqib etibdi daktehi. Dadasining turmada kulib turgan chiroyi uning ko'z oldiga keldida vujudi titradi. Hamma gunoh taranchida. Hamanchida. dedi u ishga oldi to'xtab. Dehqon bo'lishning o'zi gunoh ekan-da. Uyg'urlarning 90% gunohkor ekan-ku. Yer bo'lmas boshqalarga malay bo'lasan. Yering bo'lsa uning jafosini tortsan, dan to'ksan. Chöp to'laysan. To'lasangmi, to'lamiding deb so'laydi tehi. U atrofidagi qor bilan chumkalgan uylarga qaradi. Tug'ilib o'sgan yezisi Xua oy yo'riqida o'zining qalbida g'amkin, so'g'in ko'rindi. Jimjit mahalla ig'ir uyquda. Bu yerning odamlari hayotdan go'yo oqnon, atgan choy, shirin uyqudan boshqani tilamaydi. Shangdobanning tarixini Rasulov uningga so'zlab berdi. 2 qatim Yaponiyada, 1 qatim Shanxayda harbiy maktabda o'qigan. U hukmron bo'lishni o'ylagan. O'qishimi, tirishib ishlashimi mush maqsad uchun bo'lgan. Bu o'yini ishga oshirish uchun boshqalarga yelingan, xo'rlangan, lekin yana butun aqlini ishga solib o'ziga yaxshilik qilgan. Hatto uni halokatdan qutqizgan odamlarga yuzsizlik qila olgan. Ming'an odamlar uning qo'li bilan o'lgan. Turibla mehribon, turibla xoin, turibla qotil bo'lish uning tabiatiga aylangan. U ajab cho'ng nimalarni talab qiladi ekan-u, bizning dehqonlarimiz muloyim hayvonlarga o'xshash yamdan boshqa narsani talab qilmaydi ekan. Mana, hozir butun yezi uyquda. Ular uchun uyqu bir lazzat. Ular hozir dunyoda nimalar bo'layotganini bilmaydi. Bilishni xohlamaydi. Ular uchun dunyo deganmi mushu yeza, mushu jimjit mahalla. Boylik, yer, baxt, tomoq bilan bola. Ili vodisida necha 10 ota yashagan yerlik taranchilarimi 1759-yildan keyin necha turkumga bo'linib, Xotan, Qashqar, Yakan, Oqsu, Kuchalardan jazolanib chiqqan taranchi bo'lib ketganlarmi? Hatto Turpan, Qumul oqsumaklarga agishib chiqib, bu yerning hukmroni yoki japokash dehqoni bo'lib qolgan taranchilarmi? Bayroqning nima desang, yer bilan qo'y deb javob berdi. Musabay sabr hojilarga opirin. Ular Uyg'urlarning hayotiga Yevropa sanoati bilan savdo ishlarining avrishkinlarini elib kirdi. Shahar Uyg'urlarning ko'zi ochilib, atrofiga qarashni o'rganib oldi. Lekin mening yezam, mening xalqim tehichi ig'ir uyquda. Dadamning turmida yetib kulib turishi bekor emas. Shu yerdami u izlagan tomoq bilan uyqu bor emasmi? Navada u inson haqiqat uchun kurash kuchi degan qonuniyatni bilib olgan bo'lsa-edi, kulmagan bo'ladi. Uning qalbiga nafrat to'lgan. Vujudida insoniy xo'rliqning volqonlari portlagan. U o'zini haqiqat uchun kurash kuchi hisoblagan bo'lsa-edi, 17 yoshlik o'g'li yo'qlab kelganda, "Balam, insonning qadr-qimmati haqiqat izlashda. Haqiqat izda, uni top.
uni qo'ral qilib ishlat degan bo'ladi. Nuri g'urudan ingishib hovlisiga kirib edi. Samonliqdan bir it yugurib chiqib, ho'shimayla uningga o'rlab esildi. U xaltisi bilan itni urdi. Lekin it ikki oldi putini uning ikki murisiga elib, og'zini yo'g'on ichib, hozirda chaynab yetadiganday xirqiradi. Nuri huduqib itning ikki quloqidan ching tutib oldi. It tipirlab, oldi putlari bilan uning yuzlarini tatilab, kayni putlari bilan hadab chirmoq salatdi. Shu chaqda pagaga beshini qo'yib yotgan qeri qonchiqni havshib, elishayotganlarning yeniga keldi. Nuri bar ovozi bilan varqiradi. Dara! Dara! It to'limi qavul edi. Nuri tamga yo'nib olmagan bo'lsa, o'ngdisiga tushgan bo'ladi. U o'zini tutib oldi. Itning barliq quroli og'zi bilan tishi. Qurolni ishlatishga yo'l qo'ymasamla, meni hech narsa qila olmaydi deb o'yladi. U bu gapni dadasidan o'rganib olgan edi. U birinchi qitim dushman bilan elishmoqda. U yengilmasligi kerak. Quloqini qo'yiversamla, yengini shu. U Vasanbay zavodida Pelchixonda eg'ir amgak qilib yurib, yetildirgan qora kuchini ishqa silib, it bilan elishayotganda uyning eshigi ochilib, ko'rak-chu yepinchaqlab olgan biri chiqib varqiradi. Kim ondog'i? Men Nuri. Qo'y boris. Isin ovozini anglab it g'ingshidi. Nuri uning quloqini qo'yivatdi. It lokuldab tonur beshiga, ondan keyin o'g'ziga chiqdi-da, cho'p ustida tugilib yotdi. Palmanim, yo'l borisda jangdingba? Deb qaqoqlab kuldi uydan chiqqan gavdilik odam. Qamag'ay, ishlaring meni tanimadi qo'y. O'rimikin deb qoldi qo'y. Jur, ne degan sovuq o. Qaydan kelajatirsin? Qaladan. Akangni ko'rdingba? Ko'rdim. Qala ekan ol palvon. Tavir jaqsi. Unda bo'ladi qo'y. Ular birda Uyg'urcha, birda qozoqcha so'zlashib uyga kirdi. Dalonga kirish bilan uningga yig'i yamashdi. Onasi oldiga yugurib keladigandek eshiklarga talmirdi. Uni qama saroyga boshlab edi. U Dara bilan Bara nerede? deb so'radi. Qama oshxonni sharat qilib, uxlayotdi dedi. Nuri inamlarini ko'rishga oldirab dalonga minvidi. Qama saroydan suv may bilan yanadigan qora chiroqni ochqib, uningga tutqazdi. Besharalar qo'ylarga cho'p chapdi. Sirlarga alab atdi. Jadu bilan otlarga bedi tuvardi. Jamog'ana kirib yotdi. Nuri oshxonaga kirdi. Kanda 3 inis uxlayotdi. Dara kichik inisini bir bulab ketadigandek chin quchoqlab olgan. Ularning ustida tonush chit yotgan. Dara terikkak, tirishchan inisi ularga dumbisini qilib, shotavar yotganni yepinib tugilib yotadi. Qozon peshidagi chaqmoq panjirga bolalar bu yil qog'ozni chaplamabdi. Yangilik bilan to'qimni terab qo'ygan ekan. Bir cheti o'chiq qolgan panjiradan zahardek ochiq sovuq kirmoqda. Mo'ri o'choqni kul besib turibdi. Maylashgan mo'ri beshiga qaysi uks yozdikin Nur Muhammad degan ismni kuya bilan yezib qo'yibdi. Anasi supqirlarini, qozon boshlarini seg'izlay bilan suvab sirlig'anda qilib yetadigan oshxona hozir to'nuqsiz holga ketdi. Pagada qon, qo'y qumloqlari, kigiz selinmagan daq yerlar tilg'angan, qozon beshini to'pi bosgan, chinilar qop-qora qasmoq. U fikrlarining peshonalariga so'ydi. Boshlarini siladi. Kichik uksining beshiga ikki toz yarasi chiqqan. Balaning yuz bo'yollari, qo'llari qop-qora kir. Putlari qo'tanda qo'yning putining o'zi. Uning o'pkisi o'rildi. Lekin o'zini tutib oldi. Yig'lash bilan nemish putidi. Dadamning bu gapi to'g'ri. O'g'il bola degan yig'lamaslik kerak. O'choq mantidan kaslangan o'tinlarni elib, mo'ri o'choqqa tizdi. Kunlarini yig'ib tozladi. Tuturuq selib, chiroq bilan o't tutashtirdi. Qattiq o'tin charaslab gurkirab yondi. U xushal bo'lib kulimsiradi. Kupdi
pechtin qum cho'ginga suv elib, uni o'tqa qaqlab qo'ydi. Panjirlarni himladi, uyni tozladi. Mo'r yeniq dasturxon selib, Qut xazinasi. Bozordan ochiqqan girda, samsa, tanga, shimishka, kamput, pishiq go'shtlarni yaydi. Chinlarni yuyib, choy damlatda apısdan miras qilgan pokizlik bilan uyni saramjonlashtirib bo'lib, fuqillarga elib chiqqan, kiyilgan bo'lsa xeli chiroyli kiyimlarni ayrim-ayrim qilib tizdi. Hamma tayyorlik bitgandan keyin avval Baraning apisiga tartgan chiroyli burunni asta chimdidi. Bara, tura saqam. Tushida aksini ko'rayotgan 14 yoshli qovul bola lappida ko'zini ochib xushalligida aksining bo'yniga esildi va "Dara, Hamro!" deb fikrlarini irg'itib birdamdil uyg'otdi. Ziyovuddin bilan Rayhongulning yolqinliq muhabbati yulduzlarni to'g'di. Muhabbat beg'ining bahor yozlari o'tib, zimiston qish qarovliq mazgili hur kirgan bu muborak uyda hayotning muhabbat maysillarini ko'rdi. İnsan taqdirining tug'ilish, yashash, yo'qolish, yana tug'ilish bilan davrlanadigan chambarak zamon musofasi bu oshxonada yana aks etdi. Balalari shunchalik shotlandiki, ular go'yo hayotning fojiasini ko'rmagan. İnsanlar orasidagi mangulik judolikdan go'yo ular bexabar. Ularning hamma nimasi tal. Ular hozir hech nimani orzu qilmaydi. Ular uchun baxt mana shu minutlar. Hey balalar, qalbinglar bahar qushlariga o'xshaydi. Bog'larda yeshil yaproqlar paydo bo'lsa-la, mangu g'azon pasli, zimiston pasli bo'lmaydi deb hayotni kuylaysizlar. Sizlar kepenaklarga o'xshaysizlar. Günlar echilsa, dunyoning hamma yerida hamisha shirna deb qanotlaringlarga baxt paytlaridan kuch berib, to'xtamay parvoz qilasizlar. Balalar kulkisi anglangan yer eng go'zal. Balalar shodligi hayot shodligi. Balalar baxti inson orzusi. Ular yeb ishib bir-birini quchoqlab, suv isitib yuyinib, tong otquchi shotlandi. Tong oldida uxlab qolishdi. Muxtarbayning molchisi Qama tatliq uxlayotgan bolalarni ko'rib, attayalliq qo'ru ishlari, to'rt bo'z qo'yga o't chepish, kallarga saman berish, atlarni sug'urishga o'xshash ishlarni xotini bilan ikkisi qildi. To'rt o'g'il chiroyli kiyinib poyliga chiqqanda, o'ylida sansan jo'ni yepinchaqlab olgan ularning xo'jayini dadasining bir navri aksi Muxtarbay supida kerilib turardi. Balalar uningga salom berishdi. Va alaykum. Ha, Nuri, cho'pchongni yigit bo'lib qopsan-ku. Ha, o'qib bo'ldingmi? Qo'yivatdimi? Qishliq ta'til oxirlashdi. Ta'tilda bir oy pelchixonada ishladim. Qo'limga ozroq pul kirgan, fikrlarimni yo'qlab chiqishim. Och qoldik demaganda bular, ha? dedi Muxtarbay mehribonlik bilan. Bizningki turinglar desam, hargiz unumaydi bular. Kichik-kichigida aqllarini kinab kelibapti. Fikrlaringdan xotirangni jam qil, Nuri. 6 balam 10 bo'ldi shu. Opang rahmati esil xotin edi. Anlagansan. Opangga momang 100 qo'y, 10 kala, 3 ot miras beribdi. Dadamga qolgan miras 5 bala bo'ldi. Opamga qolgan mirasmi shudu? Miras olmaymi, yashig'ili bo'ladi. Muxtarjon dada, dadamni pari berib bo'lsa-mu, qutuldirib olgan bo'lsa qandoq bo'la? Nezarxon xo'jam 9 taraning hokimligidan o'tay bo'lib o'sibdi. Xo'jam odil odam. Abdumarimning begining onasini ko'zi ko'ristidi. Shang yo'cho'ng dadallaringmi adipri beradi. Heliqida qilib xo'jamga bir arz yozgan Nuri. Nezarxon xo'jamni hamma odam xalqparvar odam deb maqtaydi. Lekin Rasulov Stalinchi qo'yib olgan yirik qora burtin silab turib, yaxshilikni bilmayman, lekin G'o'janiyoz hojini hamma yerda xoin deb tillig'ini qarab, Shingdobanning koni ekan deb o'ylab qoldim degan ekan. Hamma ishda Rasulov va Rahimjon Sabir hojining tatar ustozi Amin Avzinning qarashlarini o'lcham qilishga odatlangan yosh yigit Bay cho'ng dadasiga o'z fikrini ochiqla dedi. Ba'zilar Nezarxon xo'jamni Shingdobanning sodiq odami deydi ekan. Demisimi u odam gimnaziyaga kelib doklat berdi. Doklatda Shingdobanni qaltis maqtab, olti buyuk siyosatni baxt akildigan siyosat dedi.
Şundaq demay qandaq qilatdi? Menmu 4 yil Maxosanni maqtab oliy qo'mondan, dahi dedim, el ochqancha. Jon boqmoq farz degan gap mushundaq yerga ishlanadi, galvam. Nuri jimib qoldi. U dadasining nohaq ziyonkashlik uchirganligini Nizarxon xo'jamga ma'lum qilish niyatiga keldi. U qishning bir kunini ukunlari bilan to'limi ko'ngillik o'tkazdi. Ular chana bilan qishloq damga tushib, singlisini yo'qladi. Momisi avval nevralarini birma-bir so'yib quchoqladi. Qizini qo'shaqqa ketib yig'ladi. Cho'nida kichik dadalari ballarni qo'y so'yib mehmon qilishdi. Shangyolarning Ziyovuddinga qilgan yuzsizligini ayıplab, Nurining dada jamat boy tuqqanlarini qarg'ashdi. Kechdan uyga yonganda cho'ng dadasi ularga so'qim uchun 2 qo'y, un, yog', non to'qashlarini berdi. Balalar chana bilan qaqaqlashib kulishib, qorong'i tushganda mahallasiga qaytib chiqishdi. Kechda yana Muxtar boyning uyida mehmon bo'ldi. Nuri oqshimi uyini yaxshi isitib, ukunlarini mo'ri o'choqning cho'risiga o'ltirg'izib, ming bir kechidan cho'chak aytib berdi. Yerim kechida itlar qattiq qavashdi. O'ylada birlari dukurlashdi. Balalar qo'rqib bulinglarga mo'kishdi. Nuri qiziqib dalanga chiqib, panjaradan sirtqa qaradi. O'ylada tulki tumoq kiygan, to'limi gavdalik 2 odam qamo bilan gaplashib o'tadi. Nuri ularning yeniga chiqdi va salom berib, otlarini qo'lidan oldi. "O'g'ini o'g'ri!" deb Nuriga pichirladi. Qama beshiga tulki tumoq, uchisiga qisqa jo'y kiygan baslik odamni ko'rsatib. "Bo'rvoy ikkisi qechib ketdi. Ulan tutqili odam chiqqan ekan." Nuri chala bo'lib bir qatim ko'rgan G'ani o'g'rining nomini anglab xushal bo'ldi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyati tomonidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atik anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Shinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.